Futbol bu ehtiros o'yini. Ammo ba'zan tribunalardagi shiddat ochiq dushmanlikka aylanib ketadi. Hatto eng buyuk afsonalar ham bunday vaziyatdan himoyalangan emas. Lionel Messi burchak zarbasini tepishga tayyorlanayotganda, uning yonidan shisha idish uchib o'tgan. U boshiga tegishiga bir qarich qolgan edi. Anderson Talisca uchun esa bu yanada shaxsiy holat bo'lgan. Muxlislar uni oldingi qatordan suvga belab tashlashgan. Cristiano Ronaldo esa ko'p martaba maydonni sukut bilan tark etgan. Yuzida esa unga qaratilgan haqoratlarning og'irligi sezilib turgan. Neymarga nisbatan hurmatsizlik yanada chegaradan chiqdi. Muxlis uni popkorn to'la paket bilan urdi. Bu esa uning tunnel tomon g'azab bilan yo'l olishiga sabab bo'ldi. Eng og'ir holat Cristiano biragiga tegishli bo'ldi. Qattiq jism tegib, uning bo'ynidan qon oqdi. Ammo u maydonni tark etish o'rniga tribunalarga kinoya bilan qo'l chapak chaldi. Ko'p o'yinchilar